skoch yopishtirib yurdim. Qo'l oldim, kaplichalar oldim, bari foydasi bo'lgan yo'q. Bu kasalligingiz qachon boshlandi sizda o'zi? Yanvarda xonasiz sovuqqa chiqdim, yomg'ir qorli havoga. 3 kundan keyin sekin-sekin ko'zim yopildi. O'ng ko'zimga kirib qoldi. Keyin bir hafta yurdi, qarasam, men charchab ketyapti bitta ko'zim bilan. Buni skoch yopishtirib yurdim men. Skoch yopishtirdingizmi? Keyin o'zimizni poliklinikaga borib, qo'l oldim, kaplichalar oldim, bari foydasi bo'lgan yo'q. Nervologiya dorilar oldim, 15 kun oldim, bo'lmadi. Keyin men shu qizim topdi, o'shanda yoqqa keldim. Internetda ko'rib qoldi, YouTube'da ko'rib qoldingiz. 3 kunning ichida ko'zim ochildi. Ochildi. Eslayman kelgan kuningiz. Ochildi. Anaqa bo'lib turib, ko'z ko'rmasdan. Qaraganman. Ikkita ko'rardingiz, rosa yig'layotgandingiz. Ovqat yey olmayapman, chayna olmayapman. Ovqat o'ta olmayapman. Oyoq qo'llarim jonsiz bo'lib qoldi. Juda ham bo'shashib ketgandi. Endi qarang opa, sizning holatingizdagi kasallik bu Mestiniyaning generallashgan formasi. Bu degani mushakni tolishi degani, mushak charchab qoladi. Ham yuqori qovog'i charchab qolib, mana bunaqa bo'lib qoladi. Ikkita ko'rishingiz mumkin. Bo'lmadi-da mana shu yerlarda umuman. Chayna mushaklari yutuna yetadigan nimalarida. Olmaganman. Shunaqa. Endi hozir hop, men sxema qildik. Ilohim, menga o'xshagan kasallarda, avvalam kasal bo'lmasa hech kim menga o'xshab dard chekkanlarda Xudoyim shifosini bersa, avvalam Alloh sababchi, qolaversa qolganiga siz sababchisiz. Allohim martabangiz bilan bo'lsin.